Barchaga salom do'stlar. Bugun biz birgalikda sizlar bilan Ace, ya'ni ko'zlar deb nomlangan horror janrida bo'lgan o'yinni birgalikda o'ynab ko'ramiz do'stlar. Siz tayyor bo'lsangiz biz boshladik do'stlar. Videoga like va kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'ying do'stlar va biz birinchi navbatda ya'ni darajalarni tanlab olamiz. Birinchi safar o'ynaganim uchun Ace'ni tanlab oldim. Xo'p, bu yerda nima deyapti? Money Back Stuffing 12. Pul xaltachasini yig'ing 12 ta deyapti. Xo'p, collect o'say toxic monster poison and avoid it. Xullas mana bu ko'zni nimadir qilib ko'z bizga kerak bo'lar ekan monsterni yengishimizgami shunaqa narsa deb o'qidim do'stlar. Xo'p do'stlar, bizda o'zi o'yin boshlandi. Grafiki juda ham ajoyib do'stlar. Bu o'yin aytgancha Play Marketda mavjud, mutlaqo bepul va do'stlar bizda o'yinimiz boshlandi. Xo'p. Atmosfera yaxshi do'stlar hozircha. Xo'p, ko'ramiz o'yin. Mana bu yerda oq, ya'ni ochishimiz kerakmi? Xo'p. Mana bu menimcha pul xaltachalari, shulardan 12 ta yig'ishimiz kerak. Arqamda kelib qolmay ekanman shu payt. Yomon ovoz chiqar ekan, xuddi bir eshik ochilgandek bo'lar ekan. Mana bu yerda ham nimadir bor deyapti. Yo'q. Xo'p. Xo'p, bu yerda nimalar bor? Menimcha bu o'yinni qaradik-a. Hoppa, yana bitta bor ekan. Yana bitta. Bu bo'sh quti. Menimcha xaritasi katta bo'lsa kerak menimcha. Xo'p, bu uy to'liq bo'ldi. Tepa qavat yo'q, faqatgina bir qavat va biz tashqariga chiqamiz do'stlar. Hoppa, mana bu ko'zni aytganda menimcha. Nima qilamiz buni qanday qilib? Ko'zni olsak bo'lar ekan. Bu bizga qanday asqotadi bilmayman hozircha, lekin menimcha o'yin davomida bilib olsak bo'ladi. Hoppa. Mana do'stlar, bizda yana bir yangi xona. Nega lampochkani sevdi? O'chib yonyapti. Cho'tan yetoqda. Arqadan skrimi berishga tayyor turish kerak edi odam. Arqadan to'satdan skrimi berib qolsa-yu. Qo'shiq qandaydir o'zgardi, qo'shiq qandaydir qo'rqinchli qo'shiq. Radio qimirlayapti do'stlar. Cho'tan nimadir. Mana bu nimadir bo'lyapti lekin do'stlar bu yerda, lekin uy bardak bo'lib yotibdi uy. Do'stlar, mana bu ko'zni men hozir bilmasdan ishlatib qo'ydim. Bu ko'z monsterni qayerdaligini biz bilishimiz mumkin ekan shu ko'zni bosish orqali. Ya'ni men buni boshda yig'ish kerak deb o'ylabman. Yo'q. Ya'ni shunaqa bir devorlarda ko'ramiz. Ya'ni devorlarda ko'rganimiz o'shalarni olsak, monsterlarni ko'rsak bo'lar ekan qayerdaligini. Menimcha shu bilan yutsak kerak. Bu yerda globus. Xo'p. Nimadir beradim globus? Qaniydir sirli narsa bor-a? Yo'q, hech narsa bermadi. Hoppa, A number deyapti. A number. Nima bu? Har xil xabarlar. Xo'p. Biz davom etamiz. Bizda yana bir nimadir xaritaga o'xshashmi, nimadirlar ulanyapti. Mana bu kimning surati? Javon bo'sh. Yana bitta raqam. Another number deyapti. Xo'p, yig'ib ketaveraylikcha, oxiri bir gap bo'ladi. Bizda yana bitta xaltacha do'stlar, o'zi 5 ta xaltacha yig'ibmiz, yana 7 ta xaltacha yig'sak menimcha bo'ldan tugaydi. Hoppa. Bo'ldi. Bularni to'liq tekshirdik. Xo'p. Bizda yana bitta ko'z bor do'stlar, ya'ni bu ko'z orqali hozir monsterning qayerdaligini bilib olsak bo'ladi. Monster qanaqadir podvalga o'xshash joyga ekan. Halicha bilmayman bularni, ya'ni nimalari bor, nimalari yo'q. Hoppa, mana ikkita xaltacha. Bu nima? Oldingmi menimcha kitobga qara deyapti. Xo'p. Chiroq o'ynashni boshlayapti, lekin shu payt ko'z ham yo'q. Chunki kirganimga chiroq o'ynamay o'tgan-da. Hop. Bo'yin. Yutqazdikmi? Bu safar do'stlar iloji boricha qochishga va to'liqroq yutishga harakat qilaman do'stlar. Xo'p. Do'stlar, hammasi yana boshdan boshlanar ekan, shunisi yomon ekan. Ya'ni do'stlar, olgan xaltachalarimni ko'pi yo'qolib qoldi. Birinchi joydan menimcha 3 tami, 4 tami xalta olgandim. Hammasi yo'qolib qoldi. Mana bundan ko'zni olamiz. Shuni bilaman, endi chiroq yoki lampochka o'ynasa, demak o'sha yerda kallami? Kalla. Kalla ham deb bo'lmaydi. Bir qandaydir bir kallada, xullas o'sha kalladagi narsa o'sha yerda yurgan bo'ladi. Xo'p. Yo'q, radio o'ynagani yo'q. Menimcha chiqsam bo'ladi, to'g'rimi? Boshqalarni ochib bo'lmaydi. Xo'p do'stlar, bu yerga kiraman yana.
Eshigini ham oladim. Mana bitta ko'z. Bizga 3 ta ko'zim bor. Ko'zni ko'proq yig'aman endi do'stlar. Bitta harf, bu yerda yana bitta xalta, bu yerda bitta raqam, bu yerda esa ikkita eshik. Xaltacha. Xo'p, hozircha yaxshi ketyapmiz do'stlar. Lekin hali menimcha bu xaritasi ko'p. U tepaga chiqyapti. Uni tepasi hozir men bo'laman, to'g'rimi? Agar 2 etajli bo'lsa deyapman-da. Bu safar kirmayman. O'ynayapti chiroq. Hozir skrimni berishi mumkin. Do'stlar, mana bu yerda ko'z bo'ldi. Chiroq o'ynagani yo'q. Chiqdik. Qo'rqqanni qo'li sinsin, chiqdik. Hozir kiraman. Bizda o'zi ko'p narsa yig'ilib qoldi do'stlar. Bizda 5 ta xaltacha bor. Sandiqning ichida nima bor? Mana 6 ta bo'ldi. Yaxshi, zo'r ketyapmiz. Juda ham zo'r. Hoppa. Yonimizda yuribdi. Qayerda? Javob yonimizda. Mana bu eshik kira oladimi? Men qiziqyapman. Eshikka kira oladimi? Arqamdan kelmasin. Kelsa 100 ko'rsin. Arqamdan kelmasin lekin. Qo'rqmayman, prosta endi aytyapman-da. Kelmasa kerak menimcha, kirmasa kerak. Yo'q, tez. Bular qaradim, hammasini qaradim. Televizor yoqilib ketdi do'stlar, endi. Televizor yoqilib ketdi. Bu hali ham qayerlarda yuribdi bu? Yonimizda-da, lekin hali ham. Bu yonimizda, lekin chiqishimiz kerak. Boshqa ilojimiz yo'q. U pastga tushib ketdimi? Pastga tushib ketdi. Aytdim-ku, joyi katta ekan. Bitta ko'z kerak bizga. Uylar ko'p ekan. Hoppa, bu qanaqa xona? Bu qanaqa xona? Bitta yana 7 ta bo'ldi, obshi. Bu kichkinalarida menimcha hech bo'lmasa ekan, faqat raqam bo'lar ekan. Raqam nimaga kerakligini hozircha bilmayman, lekin qanaqadir ish joyi. Bo'ldi, bu menimcha bo'ldi. Mana bu nima? Dori. Red Poison. Kitobdan bostyapti-da, kitobda menimcha, medical. Biz shularni yig'yapmiz, menimcha. Biz bularni yig'yapmiz. Lekin nega kerak bilmayman hozir. Pardan orqasidan chiqib kelmasa bo'ldi. Qayerda? Bu qandaydir g'alati joyga yuribdi lekin aniq bu yerda emas. Chunki buni qarang, pasti bir shaxmatlik. Hoppa, hammomda biz. Hammomdan kallasi chiqib kelsa. Kalla shunchaki video tuvalga o'xshab chiqib kelsa. Yo'q. Xo'p. Nima bu? Hech narsani ochib ham bo'lmaydi, yopib ham bo'lmaydi. Bu yerda klyachator bor ekan. Hoppa. Svet o'chib yonar ekan. Kuyib qoldi svet. Tepaga chiqyapti. Biz nima qilamiz endi? Tepaga chiqayotgan bo'lsa, biz endi chaqdan keladi, to'g'rimi? Yugur. Qayerdan kelyapti? Yugur. Qani? Hoppa, chiroq o'ynayapti. Yompi. Rum dedi. Demak, oldimizda bo'lgan ekan. Hoppa, yatta xalta. 9 ta bo'ldi. Ya'ni 3 dona xaltagina. 3 dona xaltadan keyin menimcha biz yutamiz, to'g'rimi? Lekin agar hozir o'lib qolsa, yana boshda. Yo'q. Hech kim yo'q. Bitta raqam, ya'ni 10 ta. Xaltalar tobora kamayib ketyapti, lekin har uyga. Bu yerda hech narsa yo'q. Qizig'i, o'zini oq bilan belgilab qo'ygan shkaflarni, ya'ni misol uchun javonlarni ocha olar ekanmiz. O'sha javonni hammasini ocha olmaymiz. O'zini belgilab qo'ygan, mana bu suratlar. Tushunmadim suratlarga, lekin. Bu xonalarga kirdikmi? Kirdik bu xonaga. Bu xonalarga kirdik. Shunaqa. 11 ta. Yana bitta. 11 ta, yana bitta. Bu xonalarga kirdik biz. Lekin manalarni ochmaymiz.
Oppa, yig'dik. Xo'p, qayerga boramiz endi? Tepaga chiqyapti u. Biz to'liq yig'dik. Ha, mana nima? Finzexit escape. Qayerda o'sha? Chiqadigan joy. Yo'q. Bir joyga aylanib yuribman-da, hozir to'g'risini aytsam. Kelyapti ana o qayerdandir. Cho'p kelyapti-da. Oppa, nima bu? O'zi ochilib ketyapti, ha? Bo'ldimi deyman, ha? To'liq topganimizdan keyin only orqamizdan quvlab yurib, plus qo'rqitmoqchimi deyman, ha? Oppa. Bilat, bitta ko'z bor. Bir dona ko'z bor. Men hozir bitta joyga aylanib yuribman-da, hozir. Va nihoyat do'stlar topdim. Boshiga shu yerda o'tib ketgan ekanmiz, ha? Having fun deyapti, kulgili deyapti. Sen deyapti 6 minutu 49 sekundga yutding deyapti. Menimcha ikkita o'ynadik-ku. Ikkinchisiga yutdik. Menimcha shuncha vaqt oldi do'stlar. Xo'p do'stlar, o'yin sizga yoqdimi? Buni kommentariyalarda, izohlarda yozib qoldiring. Videoga like va kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'ying do'stlar. Xayr, salomat bo'ling.